O'quvchi Pencil 2 dasturida Genesis so'zini yozilishini animatsiya sifatida yaratmoqchi. U har bir harf elementi bo'lagi qismi bitta kadrga akslanadi. Har bir harf to'liq yozib bo'lingandan so'ng oxirgi harfdan tashqari 3 ta kadr bo'sh joy uchun ajratilishi kerak. Agar animatsiya ijrosi tezligi 10 pps ko'rinishda bo'lsa, yuqoridagi qoidalar asosida yaratilgan animatsiya qancha vaqt davomida ijro etiladi topishimiz kerak. Va mana shu Genesis so'zini demak bizda harflari, elementlar demak har biri alohida alohida bo'laklardan tashkil topgan va masalan deyapti J harfi uchun 6 ta element ketgan. Ya'ni mana birinchi bo'lak hisoblanadi. Ikkinchi bo'lak, uchinchi bo'lak, to'rtinchi bo'lak, beshinchi bo'lak, oltinchi bo'lak. Ya'ni 6 ta element degani mana shu. Ya'ni har bitta harf ana shunday elementlardan tashkil topgan. Hozir 1, 2, 3, 4, 5 ta elementdan tashkil topgan. Endi bu yerda mana bu FPS nima deganimizda. Demak, bu bizda 1 sekunddagi kadrlar soni degan. Ya'ni buni to'liqroq yozadigan bo'lsak, per sekund. Demak, 1 sekunddagi 1 sekunddagi kadrlar soni. Kadrlar soni. Mana shunday bo'ladi. Hozir bu 10 degan nima degan demak, 1 sekundda bizda 1 sekundda 10 ta kadr bor degan. 1 sekundda 10 ta kadr bor degan. Endi demak keling mana shuni demak shu yerda dasturni o'zida ko'rsak ham bo'ladi, shu yerda bajarib ko'rsak ham bo'ladi. Demak, bu yerda mana birinchisida demak 6 ta bo'lak bor. Ikkinchisida 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lak bor. N'da 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lak bor. I'da 2 ta bo'lak bor. U'da 5 ta bo'lak, 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lak bor. Qo'shamiz shularni hammasini. Demak 28 bo'ldi. Endi aytyapti. Har bir kadr, har bir harf deyapti, har bir harf uchun. Har bir kadrda akslanadi va har bir harf to'liq yozib bo'lingandan so'ng, undan so'ng 3 ta kadr tashlanadi. Faqat oxirgisidan tashqari deyapti. Demak, bunga ham orasiga 3 ta kadr, 3 ta kadr, 3 ta kadr, 3 ta kadr, 3 ta kadr qo'shamiz. Demak, jami 15 ni yana qo'shamiz. Mana qo'shadigan bo'lsak 43 bo'ldi. Demak, 43 ta kadr bo'ldi. Endi 1 sekundda 10 ta kadr bor. Necha sekund ketadi deyapti. Mana 1 taqsim 10 da bizda. 1 sekundda 10 ta kadr bor. Bo'lsa 43 ni unga bo'lamiz. 4,3 sekund vaqt ketadi. Bejo bo'ladi. Endi buni dasturni o'zida ko'radigan bo'lsak, mana dasturni ishga tushirib oldik va demak har bitta bo'lagini yaratishga to'g'ri keladi. Har bitta bo'lagini yaratib olamiz. Masalan, J harfining aynan o'zida ko'radigan bo'lsak, yaratadigan bo'lsak, mana bunday chizgan. Keyin kadr yaratib olamiz mana. Ikkinchi kadr, ikkita, uchta, e, uchta ko'rib olaylik. Demak, bunaqa aytgan ekan. Keyin uchta bo'ldi. Demak, to'rtinchisi mana shunday, beshinchisi va oltinchisi mana. Endi mana shu yerda 3 ta kadr tashlaymiz. 1, 2, 3 va to'rtinchisidan boshlab yana bitta yaratib, to'rtinchisidan boshlab mana bu ni chizamiz. Boshqa rang bilan olaylik buni. 1, yana bitta kadr yaratamiz. 2, yana bitta kadr yaratamiz. 3. Xullas, mana shunday 5 ta bo'lishi kerak. Bo'ldi. Yana 3 ta tashlaymiz. 1, 2, 3. Yana to'rtinchisidan boshlab ni chizamiz. N'da ham 5 ta bizda kadr bor. 1, demak 2 ko'rinishini demak 3, demak kadr qo'shib olish demak esimizdan chiqmasligi kerak, bo'lmasa soni noto'g'ri bo'ladi bizda. Mana. Demak 5 ta bo'ldi bizda hozir mana. Mana shu yerda. Endi 3 ta tashlaymiz yana. Demak 1, 2, 3, to'rtinchisidan boshlab i'ni yozamiz. i'da ikkita bizda ishlatilgan. Demak 1, bitta kadr, ikkita kadr.
bo'ldi. Yana uchta tashlaymiz. 1, 2, 3, to'rtinchisidan boshlab yana yozamiz. Demak, u ni yozamiz. U da ham 5 ta ishlatilgan demak bizda kadr. 1, 2, 3, 4 va 5. Va oxirgisi S'da ham demak bizda 5 ta kadr ishlatilgan ekan. 3 ta tashlaymiz. 1, 2, 3 va to'rtinchisidan boshlab yozamiz. 1, 2, 3, 4 va 5. Mana. Mana shunday yozdik. Endi mana bu yerda mana pastda ekran pastda qaraydigan bo'lsak 43 chiqyapti mana 43. Mana shu yerda. Demak, bu degan 43 ta slayd bor. Kadr bor. 43 ta kadr bor. Mana ishlatib ko'radigan bo'lsak buni. Mana shunday ko'rinishda hosil bo'ladi. Yana mana takrorlashni bosib qo'yadigan bo'lsak, doimiy mana shu 43 ta kadr takrorlanadi. Mana bu yerda mana 10 fps turibdi. Ya'ni 1 sekundda 10 ta kadr bor degani. Demak, mana bu yerdan qarasak ham bo'ladi. Mana 43 ta demak kadr yaratilgan. Demak, buning uchun bizga 4,3 sekund kerak bo'ladi.